Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sizlardan biringiz o'zining hojatini Robbisidan so'rasin, hatto oyoq kiyimini ip uzilib ketgan bo'lsa ham. Hatto mana shu narsa bo'lsa ham kichkina dema. Allohdan kattaroq narsa so'rab, patinkani o'zing ham olaversan ipini dema. Chunki Alloh bermasa o'sha ipni ham ola olmaysan. Abdulloh ibn Zubayr aytardi, vallohi deb. Otasining nasihatini eshitgan Abdulloh ibn Zubayr. Qarzdan bo'lgan biron bir kulfatga kirib qolsam, shunday der edim. Ey Zubayrning mavlosi, mening qarz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sizlardan biringiz o'zining hojatini Robbisidan so'rasin, hatto oyoq kiyimini ip uzilib ketgan bo'lsa ham. Hatto mana shu narsa bo'lsa ham kichkina dema. Allohdan kattaroq narsa so'rab, patinkani o'zing ham olaversan ipini dema. Chunki Alloh bermasa o'sha ipni ham ola olmaysan. Abdulloh ibn Zubayr aytardi, vallohi deb. Otasining nasihatini eshitgan Abdulloh ibn Zubayr. Qarzdan bo'lgan biron bir kulfatga kirib qolsam, shunday der edim. Ey Zubayrning mavlosi, mening qarz